Salom hammaga, sizlar bilan Jaster. Bugungi videomizda atigi 15 ming so'm evaziga biz naqd bitta erp olamiz. Video boshlamasdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Unda biz videoni boshladik. Albatta yaqinda 3 ga bo'lishimiz kerak, shuning uchun atigi like va obunani bosamiz. Birinchi o'rinda biz PUBG Mobile'ga taxminan 7 kun yoki 8 kun kirmaslik kerak. Ana shunda mana bu 90 UC'lik kupon beradi. Ana shuni olib qo'yamiz. Biz ERP'ga kerak bo'ladi. Hozir ko'ryapsizlar, menda 0 UC turibdi va men hozir akkauntimga atigi 60 UC tashiyman. Videoda ko'rib boshinglarga maslahat beraman. Hozir mana qaytuvchi degan sabita qo'shilgan. 7 kun kirmasa o'zi chiqadi. Ana shu narsani hozir 60 UC tashab bemalol olishimiz mumkin va qaytarma UC ham bor. Shundan ham foydalanib bemalol ERP'ni olishimiz juda ham osonlashadi. Va hozir men UC tashigan videomda ko'rsataman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Hozir men Midas Boyga kirib oldim. Aynan men redim kod olganman. Xo'p, Midas Boyda hozir 60 tashiyman. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin 60 redim kod va akkauntimizga hozir UC tushadi. 200 qo'shib berar ekan, bu juda ham yaxshi bizlar uchun. Albatta biroz internetim yaxshi emas shekilli. Xo'p, biroz internet bo'lgan shekilli, mayli. Xo'sh, hozir UC tashaladi. Bo'ldi. UC tashaldi. Bemalol unda akkauntimizga kirsak bo'ladi. Xo'sh, hozir mana qaytish degandan, qaytuvchidan mana shu videoga kiramiz. Xo'p, qaytish narxlari deganda mavjud mana ko'rinib turibdi. Ana shuni bitta bossak, xo'sh, mana bu yerda avvalo shuni avvallar bo'lmasa qo'shib beradi sabitaga. Ana shuni ovorish esdan chiqmasa qaytib UC qaytaradigandir va qaytish narxlari degan mavjudni bosamiz. Xo'p, 120 bu juda ham yaxshi. 180 ni kutgandim, lekin mayli bo'laveradi. Xo'p, hozir bizda 242 UC bor va ERP hali ochilmagan ekan. Hozir to'liq tortib men videoni davom ettiraman. Aytgancha, xo'sh, agarda aytishlar mumkin 15 mingga qanday olasizlar deb, Midas Boyda bitta taxminan 30 UC yana tashlashim kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozir ko'ramiz. Xo'p, bitta taxminan UC 11500 so'm yoki boshqa regionlar 9000 bo'ladi. O'pish hisoblaganda 15 ming 16 ming atrofida bo'ladi. Joniqa ko'p emas, faqat akkauntga mana shu 90 narsalik kerak bo'ladi. 90 UC'lik skidga albatta yoki 60'lik bo'lsa biroz 120 UC'ga olsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, endi sizlarga aytsam, ana shunaqa bemalol ERP'ni olib olinglar mumkin. Hozir men sizlarga videoni davomini ko'rsataman. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, men ERP'ni tortdim. Megabaytlarni ko'pdan beri PUBG'ga kirmaganim uchun shunaqa bo'lyapti va birdan 360 UC. Xo'p, bizga 270 UC kerak. 270 deyapti skidga ochilib, lekin bizda 240 UC bor. 30 UC tashlaveramiz. 30 UC ham jamroq qimmat bo'lmaydi. Taxminan 5700 so'm yoki 5000 so'm deb hisoblasak ham, qolgan 60 UC 12 mingdan hisoblasak ham 17 ming so'mga, atigi 17 mingga bizlarga bitta 360 UC bo'lib to'liq qaytadi ERP'ni olgandan keyin. Xo'p, hozir men yana 30 UC tashab videoni davom ettiraman. Xo'p, mana 30 UC tashladim. Ofisial Midas Boyning o'zidan tashladim. Arzonroq qochadi. Yuz servislarga biroz qimmatroq bo'ladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin 273 UC va ko'p tashlamadim. Hozir ishlatganimizga ham mana bu sovg'alar olamiz va keyingi videoda 170 UC ni qanaqa qilib 13 mingga olishni ko'rsatib o'taman. Shuning uchun videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Yaxshi aktiv bo'lsa albatta uni ham ko'rsataman. Xo'p, mana qaytishda ko'rishingiz mumkin, atigi 90 UC turibdi. Yana 120 220 tashlasam menga UC qo'shib beradi. Yana 325 tashsak bo'ladi. Xo'p, sizlar olganda kattasini ham olsanglar taxminan 1000 UC ga borib qoladi. Endi esa men atigi 17 mingga ERP'ni olishim mumkin, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bosdik. Ko'pdan beri PUBG'ga kirmagandim. Zapis bormi xabar? Tak, mana ochdim. Ko'rishingiz mumkin. Albatta qulluq bo'laversin, albatta o'zimga. Ko'pdan beri PUBG'ga kirmadim. Xo'sh, mana ERP'ni ham janoq ko'rmagandim. Mayli, mana yerda balovatlar narsalar bor. Emotsiya uchun katta ERP olish kerak ekan.
Xo'p, mayli. Agar katta earphone olmoqchi bo'lsanglar 325 USD tashlab bemalol olishingiz mumkin. Ko'proq USD tushadi, ya'ni Sabityadan bemalol arzonroq tushadi, 19 ga ko'tarildi. To'g'risi bu yangi akkaunt, eski akkaunt sotib olganman. Xo'p, joniga ko'p kirmayman PUBG'ga. Earphone use qilib qo'yaveraman. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Mayli. Shu bilan videoni sekin to'xtatamiz. Video yoqmasa videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Unda biz keyingi videoda albatta 13.000 ga 170 UC olishni o'rgataman. Shuning uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.